Assalamualaikum qadrli savodoshlar, Farabi Tor darsxonasiga xush keldinglar. Bugun hozirgi zamon Uyg'ur tili darsimizning 17 darsini o'tamiz. O'tgan soatda turaqli iboralardan idiomlarni ko'rib chiqqandik. Bugungi darsimizda maqol tamsillar va hikmatli so'zlarni ko'rib chiqamiz. Darsimizni boshlashdan burun o'tgan soatning oxirida so'rab o'tgan ikki savolimizga qisqacha javob berib o'tamiz. Birinchi, turaqsiz so'z birikmalari bilan turaqli so'z birikmalarining farqi nima? Erkin yani turaqsiz söz birikmeleri bilen turaqsiz söz birikmeleri bir-biriga o'xshamaydi. Tarkibidagi so'zlar nutq jarayonida birikib keladigan so'z birikmeleri erkin so'z birikmeleri deyildi. Turaqli so'z birikmeleri tuzilish jihatdan turaqliqqa, ma'no jihatdan bir butunlikka ega bo'ladi. Ular aslidagi ma'nolarini yo'qotib, ko'chma ma'noda keladi. İkinci, normal turmuşunuzda en köp işletilen idiomlardan bir qanchasini deb bera olamsiz deb ekanmiz. Men bununla o'zimning turmushda en köp qo'llanadigan bir qancha idiomni yozib chiqdim. Miqiq qo'ygandek, yog'och quloq, gap mushki, ba'zi quloq mushki deb ishlataman. Bag'ri yumshoq, bag'ri qattiq, ko'ngli tuz, qasqan tizgan modda qatorliq idiomlarni men o'zimning turmushda intayin ko'p ishlatar ekanman. Sizlarmi o'zinglarning normal turmushda ko'p ishlatadigan idiomlarni yozsanglar bo'ldi. Əmdi dərsimiz gəlsək, bugünkü dərsimizdə maqal təmsillər və hikmətli sözlərini görüb çıxımız. Ötən saatda idiomlarını görüb çıxandıq. İdiomlar tədqiqat nöqtəsindən leksikinin tədqiqat nöqtəsi olsa, maqal təmsillər və hikmətli sözlər bolsa, sintaksisinin tədqiqat nöqtəsine kirdi. Undaqda maqal təmsillər degan nima deyimizdə, tilimizdəki tüzülüş puxta, çonqur mənlik, ülge, nəsihət, ibrət xarakterdəki turaqlıq cümlələr maqal təmsil deyildi. Maqal təmsil ata-boblarning turmuş təcrübələri əsasında şəkillənən ülge, nəsihət, tənbih, ibrət xarakterdəki cümlələr olub, ularning tərbiyyəvi əhəmiyyəti çoğ, məzmun dairəsi intayin kəng buludu. Uni xalq ammasining turmushi va jamiyat to'g'risidagi bilimlarining javhiri deyishga bo'ladi. Maqal tamsillar kishilarning odatdagi til emas, balki ajdodlardan avlodlar qoldirilgan hikmatnoma. U xalq tilining go'zalligi, ohangdorligi, mazmundorligi va dalmudalligini namoyon qilib, nutq san'atiga kuch-quvvat bag'ishlaydi. Darvaqa buni yana maqal tamsilda ifodalasak, er ko'rki soqol, so'z ko'rki maqoldir. Maqal təmsillər kişilik turmuş təcrübəsinin qaymıqı bolğaçqa, onun əməli qo'llanışchanligi nihoyat keng bo'lib, joyida ishlatilgan maqal təmsillər xuddi tashqi gul chekkandek kishida unutilmas ta'sir qo'zg'aydi. Maqal təmsillər badiiy tuzilish jihatda har xil stilistikalik vositalarga tayanadi. Bo'libmi o'xshatish, simvol, selishtirish, canlandırış qatarlıq təsviri vasitələrinin yardım bilan fikir məzmuniga bədii kuch bag'ishlaydi. Masalan, şu maqal təmsillərini görüb baxsaq, balalıq öy bazar, balasız öy bazar. Bu maqal təmsildə selishtirish qo'llanilgan. Adamning oldi gul, keyni tikan bu maqal, buningda simvol qo'llanilgan. To'xu dangal tushar, o'shki jangal degan bu təmsilda bo'lsa, canlandırış stilistiklik vositasi qo'llanilgan. Ali inəknin balası çalı qoyruq degan təmsildə bolsa, stilistiklik vositalardan simvol qo'llanilgan. Maqal təmsillərinin aniqlamasını görüb çıxdıq. Undaqda maqal təmsillər qandaq kelib chiqqan deganda, maqal təmsillər xalqning kundalik turmush hayotidan yakunlangan hikmatlik so'zlardan kelib chiqqan. Ikkinchi, naqsh qo'shoq, hikoya cho'chak, shuningga o'xshash eg'iz adabiyatining ayrim shakllaridan kelib chiqqan. Uchinchi, eg'iz adabiyotiga kirib, o'zlashib ketgan adabiy parchalardan kelib chiqqan. Undaqda bularni tafsiliy tushunib o'tsak, maqal tamsillar xalqimizning uzoq tarixdan buyongi turmush tajribalaridan hosil bo'lgan qimmatli fikrlarning yakunidir. Shundaqla bu fikrlarning tilimizda ma'lum jumlalarning yordami bilan ifoda qilinishidir. Masalan, biz emgak qilishning ahamiyatli, sharafli ish ekanligini bildirish uchun ishlagan ishlaydi yoki ishlaganning yuzi yo'riq, ishlamaganning yuzi yo'riq degan maqolni qo'llanamiz. Buzilgan ishni o'ngshimoq, asli keltirmakning tasligini bildirish uchun bo'lsa, kesgan yog'och yepishmas degan maqolni qo'llanamiz. Yana shuningdek, ujmi pish, og'zimga tush, ya'ni bu maqolning ma'nosi tayyor halovatga erishishni, og'zi kuygan puvlab ichar yoki sütdə ağzı köyən qitiqnimi püyləb içər degan maqolda bo'lsa, oldinqisidan savoq qilib, ehtiyot bilan ish ko'rishni, yotqanga qarab tutsin degan maqolda bo'lsa, holiga loyiq ish qilishni bildirdi. Ya'ni shunga o'xshash
bizning turmushimizni yakunlagan har xil tajriba saboqlardan maqol tamsillar kelib chiqadi. Maqal təmsillərinin iniqlanması və kelib çıxışını görüb çıxdıq. Ondaqda maqal bilən təmsilinin fərqi varmı degəndə, maqal bilən təmsilinin əlbəttə fərqi var. Maqal təmsillərdə xalqның dana qarashları, ilğar fikirləri, cho'nqur his-tuyg'ulari aks etadi. Maqal bilan tamsil bir-biriga o'xshab ketgachga odatda birining o'rnida yana biri ajratilmay qo'llaniladi. Ammo bularning o'ziga xos xususiyati va farqi bor. Undaqda qandoq farqi bor deganda, maqolda xalqning turmush tajribalaridan yakunlangan o'y-fikrlar udul ifodalanadi. Masalan, yiroqdagi tuqqandan yaqindagi qo'shnilar, ana yurting omon bo'lsa, rangi-ro'ying samon bo'lmas degan shu maqollarda bo'lsa, bizning ifodalamoqchi bo'lgan o'y-fikrimiz udul ifodalangan. Təmsildə bolsa, bundaq o'y-fikrlar udul emas, balki şeylər degəndə canlıq və cansız şeylərning hamısını göstərdi. Belgə xususiyatlar orqali aylanma yo'l bilan ifodalanadi. Masalan, mushuk o'yin, chashqon qiyin, ya'ni mushuk bilan chashqon o'rtasidagi munosabat odamlar orasidagi munosabatga tamsil qilingan. Go'sht bilan yog' bir tuqqan, piyozning ko'ygini ko'ygan degan tamsilda bo'lsa o'xshashlar. Go'sht, yog' va piyozning munosabati insonlar o'rtasidagi munosabatga tamsil qilingan. İdiom, maqal təmsil və hikmət sözlər ortaq halda hammasi turaqlıq ibarələr hesablansımı, bularning o'rtasida farq bor. Undaqda bularning avval o'rtaqligini ko'rib chiqsak, idiom bilan maqal təmsillər ma'no va qurilma jihatda turaqliqqa, muqimliqqa va bir butunlikka ega, shundaqla quyuq milliy puroqqa ega. Ularning alohidagi nuqtasidan tarjim qilganda, ularni so'zma-so'z tarjim qilish bo'lmaydi. Yani bu jihatlarda o'rtaqlik ega bo'lsa, lekin bir-biridan ro'shan farqlanib turdi. Undaqda farqlar nima deganda, birinchi maqol tamsil bilan idiomlarning sintaksislik qurilmasidan qaraganda, maqol va tamsil mukammal jumla hisoblanadi. Maqol tamsillarda bayon qilish va bayon qilinish, hukmlash va hukmlanish, tasvirlash va tasvirlanish munosabati bo'ladi. Masalan, keyingi pushaymon o'zingga dushman, do'stning do'stligi boshqa kun tushganda bilinar, talon mushki uy mushkini qo'g'labdi, o'rik-o'rikni ko'rsa oli bo'lur degan shu maqol tamsillarda o'xshashlar. Bu maqol tamsillarning hammasi ko'rib o'tganimizdek, hammasi mukammal bir jumla, ammo idiomlar bo'lsa maqol tamsillardek mukammal jumla bo'lmasin, balki so'z birikmasi shaklida bo'ldi. Masalan, kunning seriqini ko'rmak, beshig kun tushmak, miyasidan tutun chiqmoq, bag'ri yumshoq, bag'ri qattiq qatorliq idiomlarning hammasi jumla shaklida emas, balki hammasi so'z birikmasi shaklida. Ikkinchi, maqol tamsillar mukammal jumla bo'lg'achqa, ular to'liq ayoqlashgan bir o'y fikrni ifodalaydi. Masalan, Halangı beqib paltart, xaltangı beqib untart degan maqolda har odamning o'z ahvoliga qarab ish ko'rishi va halqib ketmaslik lozimligi ifodalangan. To'qi dangal tushar, o'shki jangal tushar degan tamsil bo'lsa, har qanday odamning o'z manfaatini o'ylaydiganligi ifodalangan. Ya'ni ko'rib o'tganimizdek, to'liq oyoqlashgan bir o'y fikrni ifodalagan. Idiomlar bo'lsa, maqol tamsillardek to'liq oyoqlashgan o'y fikr emas, balki lug'at tarkibidagi odatdagi so'zga o'xshash uqumni ifodalaydi. Masalan, og'izni buzmoq degan idiom tillamoq degan ma'noni, tomirni tutib boqmoq degan idiom sinamoq degan ma'noni, tulumdan to'qmoq chiqqandek degan idiom bo'lsa, tuyuqsiz degan ma'noni ifodalaydi. Ya'ni lug'at tarkibidagi odatdagi so'zlarga o'xshash uqumni ifodalagan. Uchinchi, maqol tamsillar mukammal jumla bo'lg'achqa, ularni jumla bo'laklarida parçalab təhlil qilishga bo'ladi. Masalan, do'stning do'stligi boshqa kun tushganda bilinar degan maqolni jumla bo'laklariga parçalab, bu jumladagi do'stlikni ega, bilinarni xabar, do'stni aniqlovchi boshqa kun tushganda degan idiomni bo'lsa, holat deb parçalab tahlil qilishga bo'ladi. Idiomlarni bo'lsa, jumla bo'laklariga parçalab tahlil qilishga bo'lmaydi. Chunki idiomlar so'zga o'xshash uqumni ifodalaydigan bo'lg'achqa, so'zga o'xshash jumlaning faqat bir bo'lagi bo'la oladi. Masalan, uning gapini anglab beshimdan tutun chiqdi degan jumlada beshidan tutun chiqmoq bu jumlada xabar rolida kelgan. Ya'ni ustidagi jumlani ko'rib bo'lsakmi, do'stning do'stligi boshqa kun tushganda bilinar degan maqolda bo'lsa, boshqa kun tushganda degan idiom faqat bu jumlada holat rolida kelgan.
To'rtinchi, maqol tamsillarning bo'libmi qo'shma jumla va aralash jumla shakllik maqol tamsillarning she'riy tusi qo'yiq, ohangdorligi kuchli bo'ladi. Ya'ni ularda she'rlarda bo'ladigan turoq, vazn va qofiyalar bo'ladi. Masalan, bulutning qadri yo'q oy yinida, peqirning qadri yo'q boy yinida degan maqolda oldingi tarmoq jumla bilan keyingi tarmoq jumla tarkibidagi har bir so'zning oxirgi tarkiblari butunlay o'xshaydi. Ya'ni bu yerdagi turoq, vazn va qofiyalar o'zaro o'xshaydi. Suv ketidi, tosh qoladi, o'sma ketidi, qosh qoladi degan tamsilga o'xshashlar turoq, vazn va qofiyaga ega. Demak, maqol tamsil to'liq oyoqlashgan, o'y fikrni ifodalaydigan sintaksislik birlik. Şuna ular sintaksisning tadqiqot obyekti hisoblanadi. Idiom bo'lsa, uqumni ifodalaydigan leksikalik birlik. Şuna u leksikaning tadqiqot obyekti hisoblanadi. Endi hikmetlik so'zlarga kelsak, hikmetlik so'z aqliyat so'zlari, tafakkur javharlari, tafakkur ushqunlari deyiladi. Bundaq so'zlarning hammasida bir xil hikmat, cho'nqur fikr tushuncha ifodalanib turganligi uchun kishilar bu so'zlarni og'izdan og'izga, kitobdan kitobga aynan ko'chirib turaqli shakl bilan ishlatadi. Ma'lum bir shaxs tarafidan o'ttirib qo'yilgan o'zida cho'nqur hikmat va falsafaviy fikr aks etib turadigan turaqli jumlalar hikmatlik so'zlar deyiladi. Masalan, qadam izi birovning manganligini bildirdi. Mahmud Qashqar tarafidan aytilgan bir hikmatlik so'z. Tentekning tili o'z beshiga dushmandir. Bu hikmatlik so'z bo'lsa, Yuknaki tarafidan aytilgan bir hikmatlik so'z. Ve odatda bu hikmatlik so'zlar ko'chirib yozilganda aynı şekilde yazilishi kerak. Bu jumlani o'zgartirib va boshqa xil shaklda yozsak, bu u kishining degan hikmatlik so'z bo'lmasdan, balki o'zimizning degan bir so'zga aylanib qoldi. Bugungi darsimizning oxiriga keldik. Darsimizning oxirida bu darsga munosabatli bo'lgan tuvandagi ikki savolni sizlarga so'rab o'tamiz. Birinchi, maqol va tamsilning farqi nima? Ikkinchi, siz eng yoqtirgan hikmatli so'zdan birini qoldiring. Bu savollarning javobini YouTube videomizning ostidagi bao qismiga yoki Instagram hisobimizning DM qismiga uchur yozib avatsanglar bo'ldi. Undaqda keyingi soatlik darsimizda ko'rishaylik. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.